Qadrli do'stlar, xonadonimizdamiz. Janubiy Koreyaning Bao Agro kompaniyasining dasturiy preparati, organik preparat, organik insektisid, faqat mahsulot ishlab chiqaruvchilarning aytishi bo'yicha fungisid ta'siriga ham ega. Ya'ni hasharotlarga o'rgamchak kanalarida rivojlantirganini qo'ymaydi. Undan tashqari zamburuli kasalliklarda uzumda ayniqsa ko'p uchraydigan oidium, antraknoz kasalliklarida ham rivojlantirganini qo'ymaydi. Mutaxassislar bilan gaplashib boshqa ozuqalar qo'shmoqchi bo'ldik, lekin dasturiy preparatni savdosini tashkil qilgan do'stlarimiz aytishdiki, aka, siz natijasini ko'rish uchun o'zini seping, o'zida samaradorligi yaxshi bo'ladi. Sarf me'yoriga keladigan bo'lsak, 10 litr suvga 15 millilitrdan 25 millilitrgacha ekan. Soddaroq aytadigan bo'lsak, 15 grammdan 25 grammgacha to'g'ri keladi. Biz 20 litr motorli apparatimizga suv soldik. Dasturiydan 40 gramm qo'shib, shu uzumlarimizga sepamiz. Faqatgina uzumgami deb, yo'q, uzumga emas, balkim bu organik insektisid bo'lgani uchun uzumga, tarvuzlarga va bodringlarga yaxshi natija beradi. Biz bugun uzumga sepib, natijalarini ko'ramiz. Ushbu preparatni tarkibiga keladigan bo'lsak, dasturiy preparatni oltin gurgut tarkibida va safuro daraxti yog'i bor ekan. Safuro daraxti yog'i qo'shilgan ekan. Nimaga uzumga beryapmiz? Asosiy masalasi oidium, antraknoz va un shundiringi deymiz, muchniy skleroza mana shu kasalliklarni oldini olib, zamburug' sporalarini tarqatganini qo'ymas ekan. Qara, mana bugun 29-aprelda sepib ko'rdik. Ta'sirini, natijasini siz muxlislarimizga ham qanaqa samara berganligi haqida ma'lumot beramiz. Uzumlarimiz hozir gullash fazasiga keldi. Endi gullagandan keyin, gulini to'kkandan keyin yana bu preparatdan foydalanmoqchimiz. Agar imkoniyati bo'lsa, foydalanganlar bo'lsa, ma'lumotlaringiz bo'lsa, albatta aytib o'tsangiz xursand bo'lamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Biz bu dorining natijalarini sizlarga keyinchalik ma'lum qilamiz.